Bu videoda yangi sex ochayotganlar yokida sexini kattalashtirmoqchi bo'lganlarga taalluqli moshinka borasida yangi moshinka olishmi yoki bu moshinka olsa ham bo'ladimi? Kelinglar matematikani misolida oddiy ko'rib chiqamiz. Bu moshinkamiz 20 ta mashina $300 dan, taxminiy narx yangi tikuv mashina 20 ta mashina $600 dan. Qaysi biri bizga выгодный bo'ladi? Katta. Bu moshinka olganimizda $6000, bu yoqda $12000 yangi moshinka ketadi. Endi qadrsizlanish borasida buni qadrsizlanishi 3 yilga 24% bo'ladi. Ya'ni o'zini narxidan 24% minusga kiradi va yangi moshinkani qadrsizlanishi 3 yilga minus 60%. Ya'ni o'zini narxidan 60% ketadi. Natijada 3 yilda qolgan qiymat $6000, ya'ni bu moshinkani olganimizda $4560 ga sota olamiz va qimmat moshinka, ya'ni yangi moshinka olganimizda uni bor yo'g'i $4800 ga sota olamiz. Zarari yangi moshinka olganimizda $7200, bушный moshinka olganimizda $1440. Oling, ana $1500 bo'lsin. Bu nimaga unaqa? Chunki siz yangi moshinka olgan taqdiringizda ham 1 yildan keyin uni deyarli yarim narxiga sotishga majbur bo'lasiz. Chunki bozor hozir kattalashtirilgan hamda hamma moshinkalar shunaqami deb so'rasangiz, yo'q, hamma moshinkalarda unaqa emas. Masalan, sifati pastroq moshinkada ancha pastroq narxga ketadi va siz agar yaxshi brendni tanlasangiz, masalan, Jack yoki Juki yoki Zoji shunga o'xshash brendlarni tanlasangiz, ancha muncha ishingizga yarab beradi hamda hadeb buzilavermaydi. Tavsiyam Jack, chunki Jackni o'zim ishlatganman.